Yosh bolalaringizga ochadigan, o'rgatadigan birinchi kalima la ilaha illalloh bo'lsin. O'zicha harakat qilish kerak. Shu kalimani birov o'rgatib qo'ymasin bolasiga. Fotihani birov o'rgatib qo'ymasin ko'chada. Nima uchun bunaqa deyapti? Ehtiyot bo'ling, o'rgatib qo'yishmasin ko'chada shu kalima. Ehtiyot bo'ling, alhamduni o'rgatib qo'ymasin. Chunki kim o'rgatsa, shu odamga ajr ketadi. Alhamduni kim o'rgatib qo'ydi bolangizga? Kalima toyibani kim o'rgatib qo'ydi? Umrini oxirigacha aytgan toyiba kalisi, Fotiha surasi o'qir ekan, shu o'rgatgan odamga ajr bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. O'zingiz o'rgatib qo'ying tezroq. Toki bir kunda necha marta o'qiydi musulmon alhamdu surasi. Har bitta harfiga qancha ajr bor? 10 ta ajr bor. Va shuncha savob birovga berib yuborasizmi? Yo'q, o'zingiz o'rgating. Kalimani ham o'zingiz o'rgating. Fotiha surasini ham o'zingiz o'rgating. Agar vaqtingiz bo'lsa, albatta, agar ko'chadan bo'shasangiz, agar televizordan bo'shasangiz, agar kompyuterdan yoki ulpatlardan, samovarlardan mabodo bo'shab qolsangiz, imkon bo'lib qolsa, bir harakat qilib ko'ring. Bo'lmasam ko'chadan o'rgatib qo'yishadi.